Agar siz har oy aloqa uchun avvalgidan ko'proq pul to'layotgan bo'lsangiz, internet tez tugasa, tarif narxi sekin-sekin oshib borayotganini sezsangiz, bu video aynan siz uchun. Men bugun ko'pchilik bilmaydigan, lekin deyarli hamma abonentga taalluqli bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Operatorlarda ko'rinmaydigan, reklamada chiqmaydigan, ilovada darrov topilmaydigan. Lekin ba'zi hollarda ulab olish mumkin bo'lgan yopiq yoki yashirin tariflar masalasi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki siz hozirgi tarifingizda ortiqcha to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Operatorlar buni baland ovozda aytmaydi. Chunki ularga eski, qimmat yoki sizga mos kelmaydigan tarifda qolishingiz ko'proq foyda keltirishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar bunday tariflarni so'rashi kerak, kimlarga esa umuman kerak emas. Qanday gapirish, qayerga murojaat qilish, nimalarni yozish va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslikni aniq tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlarni hamma ham ochiq aytavermaydi. Oldin hammasi ancha sodda edi. Operatorlarda bir nechta oddiy tarif bo'lardi. Masalan, ko'proq qo'ng'iroq qiladiganlar uchun alohida, internet ishlatadiganlar uchun alohida, arzon abonent to'lov bilan minimal paketlar alohida. Odamlar do'konga kirardi, konsultant 2-3 ta variantni ko'rsatardi. Abonent o'ziga mosini tanlardi. Tarif shartlari ham nisbatan tushunarli edi. Falon so'mga falon daqiqa, falon megabayt yoki gigabayt, falon SMS. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Mobil aloqa bozorida raqobat kuchaygan, internet iste'moli oshgan. Operatorlarning xarajatlari ham o'sgan. Shu bilan birga mijozni ushlab qolish masalasi juda muhim bo'lib qolgan. Operatorlar yangi abonentni jalb qilish uchun alohida aksiyalar qiladi. Ketib qolmoqchi bo'lgan abonentga alohida taklif beradi. Eski mijozga esa ko'pincha sizning tarifingiz amalda deb jim turaveradi. Natijada bir xil operator ichida ikki odam bir-biriga o'xshash xizmatdan foydalanadi. Lekin biri 10 ming so'm to'laydi, ikkinchisi 35 ming so'm to'laydi. Farqi nimada? Biri aksiyali, yopiq arxivdagi yoki saqlab qolish bo'limi bergan tarifga tushgan bo'ladi. Ikkinchisi esa ommaviy reklamadagi oddiy tarifda qolgan bo'ladi. Men yashirin tarif deganda serli, noqonuniy yoki kimdir ichkaridan ulab beradigan shubhali narsani nazarda tutmayapman. Gap rasmiy tizimda bor. Lekin hamma joyda faol reklama qilinmaydigan tariflar haqida ketyapti. Bular arxiv tariflari bo'lishi mumkin, ya'ni ilgari ulangan, keyin yangi abonentlar uchun yopilgan. Bular individual takliflar bo'lishi mumkin. Masalan, siz uzoq yillik mijoz bo'lsangiz yoki raqobatchi operatorga o'tmoqchi bo'lsangiz, bular korporativ paketlar, oilaviy tariflar, maxsus internet paketlar, talabalar yoki ayrim hududlar uchun aksiyalar bo'lishi ham mumkin. Eng muhimi, buni o'zingiz so'ramasangiz, ko'pincha hech kim sizga kelib siz arzonroq to'lashingiz mumkin demaydi. Birinchi navbatda siz o'z xarajatlaringizni aniq bilishingiz kerak. Ko'pchilik men oyga taxminan 50 ming tashlayman deydi. Lekin aslida 50 ming abonent to'lovi, ustiga qo'shimcha internet paketi, yana xizmatlar. Yana balansdan yechiladigan kontent obunalar bilan oy oxirida 890 ming so'm ketayotgan bo'ladi. Operatorlar aynan shu noaniqlikdan foyda ko'radi. Siz o'zingiz qancha ishlatayotganingizni bilmasangiz, sizga mos tarifni ham talab qila olmaysiz. Masalan, birinchi real holatni olaylik. Odam oyga 70 ming so'mlik tarifda. Tarif ichida 20 gigabit internet, tarmoq ichida daqiqalar va biroz SMS bor. Lekin u uyda Wi-Fi ishlatadi. Ishxonada ham Wi-Fi bor. Mobil internetdan oyga atiga 6-7 giga sarflaydi. Demak, u 20 giga uchun pul to'layapti, lekin 13 giga har oy kuyib ketyapti. Bunday abonent uchun yashirin yoki kam reklama qilinadigan pastroq tarif. Masalan, 35 ming so'm atrofidagi paket yetarli bo'lishi mumkin. Farq oyga 25 ming so'm. Bir yilda 300 ming so'm. Bu kichik pul emas. Ikkinchi holat, taksi haydovchisi yoki yetkazib berish xizmatida ishlaydigan odam. U xaridda. Messenger, qo'ng'iroq, ilova orqali buyurtma qabul qilish bilan kun bo'yi mobil internetda. Unga 1 giga yoki 25 giga yetmaydi. Tarif tugagach, u kuniga kichik internet paket sotib oladi. 5 ming, 7 ming, 10 ming so'mdan. Oy oxirida asosiy tarifdan tashqari 100 ming so'm qo'shimcha sarflaydi. Bunday odam uchun oddiy tarif emas, katta internetli. Tungi cheksiz trafik beradigan yoki alohida internet paket bilan kombinatsiya qilinadigan yopiq taklif foydaliroq bo'lishi mumkin. Agar operator uni yo'qotishni istamasa, ba'zan faqat siz uchun deb ko'proq jibbi beradigan variantni taklif qiladi.
Uchinchi holat. Ota-ona farzandiga SIM karta olib bergan. Bola asosan Telegram, YouTube, TikTok ishlatadi. Tarifda esa ko'p daqiqa va SMS bor. Internet esa kam. Har oy internet tugaydi. Ota-ona yana pul tashlaydi. Bu yerda muammo shundaki, tarif bolaning real ehtiyojiga mos emas. Operator ilovasida esa eng yuqorida ko'rinib turgan tariflar doim ham eng foydali bo'lavermaydi. Ba'zan yoshlar uchun, ta'lim uchun, ijtimoiy tarmoqlar uchun faqat internet kabi paketlar bor. Lekin ular alohida bo'limda turadi yoki vaqtinchalik aksiya sifatida beriladi. Ularni izlab topish kerak. 4-holat pensioner yoki yoshi katta inson. U internet ishlatmaydi yoki juda kam ishlatadi. Asosan farzandlari bilan gaplashadi. Lekin do'konda unga eng yaxshi tarif deb 6000 so'mlik paket ulab qo'yilgan. Natijada u foydalanmaydigan internet, foydalanmaydigan SMS, keraksiz xizmatlar uchun to'laydi. Bunday odamga eng oddiy, past abonent to'lovli, daqiq yetarli bo'lgan tarif kerak. Ba'zan operatorlarda bunday tariflar reklama qilinmaydi. Chunki ular unchalik daromadli emas, ammo mavjud bo'lishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz oxirgi 6 oyda aloqa xarajatingiz oshganini sezgan bo'lsangiz, har oy paket tugab qo'shimcha internet sotib olayotgan bo'lsangiz, tarifingiz nomini ham eslay olmasangiz, siz albatta tekshirishingiz kerak. Agar siz 35 yildan beri bitta tarifda o'tirgan bo'lsangiz, bu ham signal. Chunki eski tariflar ba'zan juda qulay bo'ladi, lekin ba'zan aksincha bozor sharoitiga nisbatan qimmat bo'lib qoladi. Agar siz boshqa operatorga o'tish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta avval hozirgi operatoringizdan maxsus taklif so'rang. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz har oy aniq bir xil to'laysiz, paket yetadi. Qo'shimcha xizmatlar yo'q. Tarif shartlari sizga tushunarli va boshqa operatorlarda ham bundan arzonroq real variant topilmasa, demak shoshilish shart emas. Agar siz juda eski arxiv tarifda bo'lsangiz va u hozirgi tariflardan ancha foydali bo'lsa, uni o'zgartirishdan oldin 10 marta o'ylang. Chunki arxiv tarifdan chiqib ketsangiz, qayta ulanish imkoni bo'lmasligi mumkin. Eng katta tuzoq arzonroq degani doim ham foydaliroq emas. Tarif abonent to'lov bo'yicha arzon ko'rinishi mumkin, lekin unda internet kam, qo'ng'iroq daqiqalari kam. Paket tugagandan keyingi narx esa juda qimmat bo'lishi mumkin. Masalan, siz 60 so'mdan 35 so'mga tushdingiz. Bir qaraganda 25 ming tejadingiz. Lekin yangi tarifda keshiga internet bor, siz esa oyga 10 ming keshiga ishlatasiz. Qolgan 10 gigat uchun alohida paket olsangiz, yana gartim 20 ming ketadi. Natijada siz tejamaysiz, aksincha ko'proq to'laysiz. Ikkinchi nozik nuqta aksiyaning muddati. Ba'zi maxsus tariflar 3 oy, 6 oy yoki 12 oy davomida arzon bo'ladi. Keyin odatiy narxi o'tadi. Konsultant yoki operator sizga 30 ming so'mga 25 gigat dedi. Lekin kichik shartda aksiya muddati tugagach abonent to'lovi 25 ming bo'ladi deb yozilgan bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, og'zaki gapga ishonib qolmang, shartlarni SMS ilova, rasmiy sayt yoki yozma javob orqali tasdiqlating. Uchinchi tuzoq, yashirin pulli xizmatlar. Tarif almashtirganda ba'zan musiqa xizmati, gudok yangiliklar, ob-havo kontent obunalar, antivirus, kino platforma yoki boshqa qo'shimcha xizmatlar avtomatik taklif qilinadi. Dastlab bepul bo'lishi mumkin, keyin kuniga yoki oyga pul yechadi. Siz tarifni foydali deb o'ylaysiz, lekin balansdan mayda-mayda pul ketaveradi. Shu sababli tarif ulashdan oldin va keyin albatta ulangan pullik xizmatlar ro'yxatini tekshirish kerak. 4-muhim nuqta, raqamni boshqa operatorga ko'chirish mavzusi. Ba'zi mamlakatlarda va ayrim tizimlarda abonent raqamini saqlab qolgan holda operatorni almashtirish imkoni bor. Bunday holatda hozirgi operator mijozni saqlab qolish uchun maxsus tarif taklif qilishi mumkin. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Faqat chegirma olish uchun ariza berib, keyin shartlarni tushunmasdan qolmang. Agar sizga taklif berilsa so'rang, bu tarif qancha muddat amal qiladi? Abonent to'lovi qachon yechiladi? Paketlar qachon yangilanadi? Boshqa tarifga o'tish narxi bormi? Bekor qilish sharti qanday? 5-nozik masala hudud. Ba'zi tariflar butun mamlakat bo'yicha bir xil ko'rinsa ham, internet sifati hududga qarab farq qiladi. Sizga HPga berishlari mumkin, lekin uyingizda tarmoq yomon ishlasa, bu HPga qog'ozdagi raqam bo'lib qoladi. Shu sababli tarif tanlashda faqat GB soniga emas, real tezlikka ham qarash kerak. Masalan, qishloq joyda yashaydigan odam uchun ba'zan kamroq internetli, lekin barqaror ishlaydigan operator foydaliroq bo'ladi. Shaharda esa aksincha,
katta trafik va yuqori tezlik muhim bo'lishi mumkin. 6-masala. Korporativ va oilaviy tariflar. Ko'pchilik buni faqat katta kompaniyalar uchun deb o'ylaydi. Ayrim korporativ tariflar faqat yuridik shaxslar orqali ulanadi. Lekin oilaviy paketlar bir nechta raqamni bitta hisobga bog'lash. Umumiy internet paketdan foydalanish kabi takliflar oddiy abonentlar uchun ham bo'lishi mumkin. Agar oilada 34 kishi bitta operatordan foydalansa, har biriga alohida qimmat tarif to'lash o'rniga umumiy paket arzonroq tushishi mumkin. Masalan, ota 7 ming, ona 20 ming, 2 farzand 7 mingdan to'lasa jami 200 ming bo'ladi. Oilaviy paket bir gertin bir 30 ming bo'lsa, oyiga gertibda 30 ming tejash mumkin. Bir yilda bu 500 ming so'mdan oshadi. Eski tarifni yo'qotish xavfi. Agar sizda juda eski arxiv tarif bo'lsa, uni almashtirishdan oldin ehtiyot bo'ling. Chunki ba'zi eski tariflarda ichki qo'ng'iroqlar juda arzon, internet tungi vaqtda bepul, abonent to'lov past yoki paketlar sizga qulay bo'lishi mumkin. Operator xodimi sizga yangi tarifni zamonaviyroq deb tavsiya qiladi, lekin yangi tarif siz uchun yomonroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirmasdan hech narsa bosmang. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik xarajatni tekshiring, operator ilovasiga kiring. Xarajatlar, detalizatsiya, to'lovlar tarixi, paket qoldig'i degan bo'limlarni toping. Agar ilovada ko'rinmasa, shaxsiy kabinetga rasmiy sayt orqali kiring yoki aloqa markaziga murojaat qiling. Siz quyidagilarni aniqlashingiz kerak. Oyiga jami qancha pul ketgan? Abonent to'lovi qancha? Qo'shimcha internetga qancha ketgan? Pullik xizmatlarga pul yechilganmi? Qaysi kunlari balansdan pul kamaygan? Ikkinchi qadam, real ehtiyojingizni yozib chiqing. Bir qog'ozga yoki telefon eslatmasiga shunday yozing. Oyiga taxminan nechta giga ishlataman, nechta daqiqa gaplashaman, ko'proq qaysi ilovalarni ishlataman, uyda Wi-Fi bormi, ishda Wi-Fi bormi, chet elga qo'ng'iroq qilamanmi, roaming kerakmi, SMS kerakmi? Bu oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shu ro'yxat sizni noto'g'ri tarifdan saqlaydi. Uchinchi qadam, amaldagi tarifingizni rasmiy tariflar bilan solishtiring. Faqat reklamadagi bannerga qaramang. Operator saytida tariflar, arxiv tariflar. Internet paketlar, aksiya, maxsus takliflar bo'limlarini ko'ring. Ilovada ham ba'zan saytga qaraganda boshqa taklif chiqadi. Agar sizga shaxsiy taklif bo'lsa, odatda u ilovada alohida o'ynada yoki SMS orqali keladi. 4-qadam, operator bilan to'g'ri gaplashing. Aloqa markaziga qo'ng'iroq qilganda shunday deng: men oxirgi oylar aloqa uchun ko'p pul to'layapman. Menga hozirgi foydalanishim bo'yicha eng foydali tarifni ko'rib bering. Ommaviy tariflardan tashqari menga mavjud shaxsiy takliflar, saqlab qolish takliflari yoki arxivdan ulanish imkoni bo'lgan variantlar bormi? Shu jumlalar muhim. Chunki siz shunchaki qanday tarif bor desangiz, sizga ko'rinib turgan oddiy tariflarni aytishadi. Siz maxsus taklif bor yo'qligini aniq so'rashingiz kerak. 5-qadam, agar siz boshqa operatorga o'tishni jiddiy o'ylayotgan bo'lsangiz, buni madaniyat bilan ayting. Masalan, men raqamimni boshqa operatorga o'tkazishni ko'rib chiqyapman. Chunki hozirgi xarajatlarim yuqori. Mijoz sifatida qolishim uchun menga yaxshiroq shart taklif qila olasizmi? Bu qo'pol tahdid emas, bu oddiy mijoz talabi. Ko'pincha aynan shunday vaziyatda operatorlar mijozni ushlab qolish bo'limiga yo'naltiradi yoki qo'shimcha bonus taklif qiladi. 6-qadam, hamma shartni yozma ko'rinishda so'rang. Agar sizga telefon orqali taklif qilishsa, iltimos, tarif nomi, abonent to'lovi, paket hajmi, aksiya muddati va bekor qilish shartlarini SMS yoki ilovada ko'rsatib yuboring deng. Agar ofisga borsangiz, xodimdan tarif shartlarini rasmiy sayfada ko'rsatishni so'rang. Og'zaki aytilgan gap keyin isbot bo'lmasligi mumkin. 7-qadam, ofisga borishda hujjatlarni unutmang. Agar SIM karta sizning nomingizda bo'lsa, pasport yoki ID kart kerak bo'ladi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, ko'p holatda tarifni o'zgartirish uchun aynan egasi kerak bo'ladi yoki ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Korporativ raqam bo'lsa, kompaniya mas'ul shaxsi, muhr yoki elektron tasdiq, shartnoma ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuni oldindan aniqlab boring. Aks holda navbat kutib, keyin egasi kelish kerak degan javobni eshitasiz. 8-qadam, tarif almashtirgandan keyin nazorat qiling. Ko'pchilik shu joyda xato qiladi. Uladim, bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida birinchi 3 kun va birinchi oy juda muhim. Paketlar to'g'ri berildimi? Abonent to'lovi aytilgan miqdorda yechildimi? Eski xizmatlar o'chdimi? Yangi pullik xizmat ulanmadimi?
internet qoldig'i to'g'ri ko'rinyaptimi? Hammasini tekshiring. Agar noto'g'ri yechim bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kechiktirsangiz pulni qaytarish qiyinlashadi. 9-qadam. Oiladagi barcha raqamlarni bir marta audit qiling. Faqat o'zingiznikini emas. Ota-onangiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz ta'riflarini ham tekshiring. Ayniqsa yoshi katta insonlarda keraksiz pullik xizmatlar juda ko'p uchraydi. Farzandlarda esa internet paket noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Bitta oilada 3-4 ta raqamni to'g'ri sozlash orqali oyiga katta tejash mumkin. 10-qadam, shubhali ulab beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Internetda yashirin tarif ulab beraman, oldindan pul tashlang deydiganlar chiqishi mumkin. Men bunday narsalarga ishonishni tavsiya qilmayman. Tarif rasmiy ilova, rasmiy ofis, rasmiy aloqa markazi yoki operatorning tasdiqlangan kanali orqali ulanadi. Agar kimdir sizdan SMS kod so'rasa, pasport rasmini so'rasa, shaxsiy kabinet parolini so'rasa, bu xavfli. Raqamingizni, balansingizni, hatto bank ilovalaringizga bog'langan xavfsizlikni yo'qotishingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat, tarifni tanlashda eng ko'p GB prinsipiga emas, menga kerakli hajm va barqaror narx prinsipiga qarang. Agar sizga oyiga 10 gig yetadigan bo'lsa, gigat uchun pul to'lash shart emas. Agar sizga har kuni video va onlayn ish kerak bo'lsa, arzon lekin kam internetli tarif sizni qiynaydi. Maqsad eng arzon tarifni topish emas, balki sizning real hayotingizga eng mos tarifni topish. Demak, operatorlardagi yashirin tariflar deganda men hammaga reklama qilinmaydigan, lekin ayrim abonentlarga mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan yopiq, arxiv shaxsiy, oilaviy, korporativ yoki saqlab qolish takliflarini nazarda tutyapman. Ular har doim ham hammaga berilmaydi, lekin so'ramasangiz borligini ham bilmaysiz. Eng muhimi, xarajatlaringizni tekshiring, real ehtiyojingizni hisoblang. Operatorga aniq savol bering, shartlarni yozma tasdiqlating va tarif almashtirgandan keyin nazorat qiling. Agar siz hozirgi tarifingizni tekshirib ko'rsangiz, balki oyiga 2000, hatto 7000 so'mgacha tejashingiz mumkin. Bu bir oyda kichik ko'rinadi, lekin bir yilda juda sezilarli summa bo'ladi. Kommentariyada yozing. Siz qaysi operator tarifidan foydalanasiz? Oyiga qancha to'laysiz va paketingiz sizga yetadimi? Balki keyingi videoda aynan tomoshabinlar yozgan holatlar bo'yicha tariflarni qanday tahlil qilishni ko'rsatib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki ular ham ortiqcha pul to'layotgan bo'lishi mumkin.